Kunlar ham ancha isib ketdi. Bugun sizlar bilan orqamda turgan Gusinchni ekskavator video obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, tanishinglar, Xitoy eng nufuzli brendlaridan biri, eng topoviy ishlab chiqaruvchi zavodlardan Lugong ekskavatori. Ko'rib turgan ekskavatoringlar bu karyerni ekskavator. Modeli Lugong 925Y modeli va bu 1,4 kubalik ekskavator. Gidravlitskiy sistemasi bu texnikamizda Kawasaki gidravlik sistemasi. Kawasakini hammanglar bilasizlar, bu Yaponiyaning brendi bo'ladi. Texnikamizning ko'shi juda ham mustahkam, qalin pishirilgan metaldan ishlab chiqarilgan. Ekskavatorlarda eng ko'p ketadigan narsalardan biri bu albatta uni zubi bo'ladi. Zublariga ham alohida e'tibor bilan mustahkam qilib ishlab chiqarilgan. Bitta olganingizda ancha vaqtga sizlarga yetib beradi. Strelamizni qaraydigan bo'lsak, ko'rayotganingizdek mana bu yerda shlanglar kelgan. Bu texnikamizga gidromold ulab bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Faqat bu gidromoldni komplektida bo'lmaydi. Alohida sotib olib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Texnikani bekorga men karyerni deb atamadim. Nimaga deydigan bo'lsangiz, mana bu zanjir qismlariga ham, roliklariga ham alohida e'tibor qaratgan. Bu zanjirimizning kengligi 600 mm, harakat keltirib beruvchi roliklar soni esa 10 donani tashkil qiladi. Ekskavatorda eng ko'p ishlaydigan narsa bu turgan joyida pavorot qilib ishlashi. Ko'rayotganingizdek, bu qismi ham anchagina usilenli, uncha-muncha ketib qolmaydi, luft paydo bo'lib qolmaydi. Bu narsalarga zavod qattiq e'tibor qilgan. Videoni ko'rayotganingizda bu joyiga ko'zingiz tushib, "Voy, texnika eski ekan, eski narsa sotishar ekan" deb o'ylamang. Bu bir martalik rezin qoplama. Asfaltdan betonda yurish uchun maxsus narsa. Bizlardan sotib olganingizda bu narsalarni yechib bemalol ishlataverasizlar. Texnikamizni hamma joyini tushuntirib beraman-u, asosiy joyi yoddan chiqib qopti. Texnikamizning strelasining uzunligi 9.6 metr, texnikaning o'zini og'irligi esa 25 tonnani tashkil qiladi. Texnikamizning dvigateli Cummins dvigatel hisoblanadi. 6 silindrlik turbina bilan ta'minlangan. Bu dvigatelimiz Amerika brendi, Xitoyda ishlab chiqariladi. 178 ta ot kuchi bor. 2000 оборотgacha aylantirib bera oladi. Texnikamizning kabinasiga keladigan bo'lsak, xohlagan brendinglar bilan solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Ortiq bo'lsa ortiqki, hech ham kam emas. Kabina juda ham qulay, keng. Ko'rayotganingizdek tepa qismlarida hattoki lyuklarigacha bor. Texnikamiz kabinasi FOBS-ROB sistemasi bilan ta'minlangan. Bu nima deydigan bo'lsangiz, tosh tushib ketadigan bo'lsa, mana bu himoyalari usilit qilingan. Undan tashqari, texnikamizning o'rtasida sensorli monitor, konditsioner, pechka, klimat kontrol va sifatli va qulay o'rindiqlar. Ko'rayotganingizdek, har bir qismi alohida regirovka qilinadi. O'rtoqlar, sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan, aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu. Agar sizga shu texnika qiziq bo'layotgan bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Aytgancha, bu texnikani bizdan xarid qilsangiz, ofitsialniy 1 yil yoki 2000 motosoat kafolat ham taqdim qilamiz.